Dunyawi Dangliq Eser, Güldürmama Awazi. Aptori Bradbury. Terjime Qilghuchi Serwi Huseyin. Terjimandan. Bradbury bu fantaziyalik əsərni 1950 yıllar yazğan bolsunmu, hali ham bu əsər Amerikada o'rta maktab o'quvchilarga adabiy analiz darsida mo'yim darslik qilib ishlatiladi. Bu əsərdə Bradbury nəhayət esil bir nuqtani, ya'ni insonlarning kichikkina va yoki hech nimaga arzimaydi deb o'ylagan xatoliklarning tarix iqimida, dunyodagi mislsiz tragediyalarning va yoki orqa qaytarg'ili bo'lmaydigan baxtsizliklarning onasi bo'lib qoladiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu asarda vaqt mashinasi bilan bir necha kishi 65 million yil burunqi vaqtga qaytadi va kichikkina bir kepinakning jiniga zolim bo'lganlik tufaylidan hozirgi vaqtga qaytgan vaqtda Amerika prezidentlik o'rnining bir qo'rqinchli odamning qo'liga qolganligini, hatto havoning purqining va yeziqdagi harflarning ishlatilishining o'zgarib ketganligini bayqaydi. Bu so'zlarimdan nimani his qildingiz? Bizning ajdodlarimiz unchavala bo'lib ketmas deb o'tkazgan shu xatoliklar badaliga kelgan bugungi tragediyalik taqdirimizni o'ylagansiz? Amerikaliklar shunchavala e'tiborlab ketgan bu asarni men bir hafta sarf qilib, bekor vaqtlarim bo'lsa orom olmay tarjima qilib sizlarga sungan edim. Chunki men xalqimizning bundaq dunyoviy asarlar bilan uchrashish ehtiyoji bor. Hamda bundaq asarlar bizni ko'p qirliq tafakkur qilishga yetaklaydi deb o'ylagan edim. Biroq qarasam bu asarni o'qiganlar ko'p emasdek. Shunga qaytadan ham bahrlab qo'ydim. Ko'pchilikning bu dunyoviy asarni o'qib chiqib, Rayning bu asar orqali insonlarga nima demoqchi ekanligi to'g'riliq o'ylanib beqishinglarni tavsiya qilaman. Bu asar izdanish jurnaliga besilgan asar. Jurnalning bu soni maxsus tarjim asarlarga atalgan bo'lib, uningga nurg'un yaxshi tarjim asarlar besildi. Vaqtimizni talash tortishga sarf qilgandan ko'ra, mushundoq yaxshi asarlarni o'qisak, tafakkurimiz o'tkirlishida emasmi? Oxirida men doktor Siyosning 2 ig'iz so'zini sizlarga so'q qilay. Qancha ko'p o'qigan sari shuncha bilimlik bo'lasiz. Qancha bilimlik bo'lgan sari shuncha o'zingizga ishonadigan bo'lasiz. Qancha o'zingizga ishongan sari ovozingiz shuncha yangroq chiqadigan bo'ladi. Ezilgan millat bo'lsaqmi, har yerda ovozimiz yangroq chiqsin. Buning uchun doim yaxshi asarlarni o'qib turayli, albatta. Güldürmama Awazi. Aptori Bradbury. Terjime qilg'uchi Serwi Huseyin. Tamdaki e'lon taxtasi bir qavat suv pardasining ostida titrayotganda ko'rinadi. Ikkiz tikilib turaverganlik tufaylidan qapqining tortayotganligini his qildi. E'lon taxtasi mushu paytdagi qorong'ulik ichida kuyayotgandek ko'rinishga boshladi. Vaqt safari shirkati sizni o'tmishdagi har qanday yilga safariga ilib boradi. Siz hayvonning ismini ataysiz, biz sizni shu yerga ilib boramiz, siz uni atasiz. Issiq balg'am ikkilizning bo'g'ziga kaplashib qoldi. U balg'amni ichiga yutib etdi.
Qo'llari havo bo'shliqiga so'zilib, og'zining atrofidagi muskullari kulimsirash holatiga kirdi. Uning qo'li $10,000 chekni ustal orqasidagi odamga pulanshitdi. Bu safari tirik qaytib kelalishimga kapolatlik qila olamdi. Biz hech nimaga kapolatlik qilmaymiz, deb javob berdi xonim. Faqat dinozavrlardan boshqa. U burildi. Bu yoq Travis apandi bo'ladi. Sening o'tmish zamondagi safari yetakching. U sana nimaga hamda qayerda o'q chiqarishing kerakligini deb berdi. U agar o'q chiqarma desa, o'q chiqarishga bo'lmaydi. Agar buyruq xiloflik qilsang, seni qattiq bir jazo tadbiri kutib turadi. $10,000 jarimani to'laysan, shundaqla hukumat taraf sana harakat qo'llanadi. Ikkiz kengri ketgan ishxonaga intayin yo'g'on hamda chigilishib ketgan. Silkinib ovoz chiqarayotgan simlarga va metal sanduqlarga. Dam apelsin ranglik, dam kumush ranglik, dam ko'k rangda tavlanayotgan nur sho'lisiga nazar tashladi. Go'yo barliq vaqt, barliq yillar, barliq qadim zamondagi kalendar varaqlari, barliq soatlar egiz dövlənib gigant bir gülxanada kuyayotgandek, yalqıllayotgandek ko'rinadi. Agar qo'l tegibli kessila, bu gülxan shu hamonla intayin go'zal holatda keyniga qaytib ketadi. Ikkiz e'londagi tasvirlarni harflargacha yodiga olalaydi. O'tmishdagi yillar, yeshil yillar, qora chuchular va kul ichidan, to'zindilar va ko'mir ichidan. Altın ranglik salamandarga o'xshash atlab sakrab o'tadi. Atirgullar havoni tatliq xushparaqlar bilan to'ldirdi. Aqchashlar qunduzdek qariga o'zgardi. Qo'riqlar ko'zdan g'oyib bo'ldi. Hamma har qanday narsa uruq holatiga uchib bordi. O'limdan qochib, o'zlarining dastlabki holatiga qaytishga aldirab mangdi. Quyosh mag'ribdan ko'tarilib, nurliq sharqqa patadi. Oylar bo'lsa, odatining aksicha qarshisiga qarab yegilaydi. Hamma narsa hamda har qanday narsa yangi o'lim holatiga, uruqning o'lim holatiga, yeshil o'lim holatiga, eng dastlabki boshlanishdan burungi holatiga qaytadi. Qo'lingizning tegib ketishi shunda qila olishi mumkin. Faqatla qo'lingiz kichikkina tegib ketsila kifoya. Ishongusiz. Ikkiz shundaq devatdi. Mashinaning nuri uning o'riq yuzlarida o'ynaydi. Haqiqiy vaqt mashinasi. U beshini chayqadi. Seni o'ylantirdi. Agar tuniganki saylam yomon tarafga mengib ketgan bo'lsa, men balkim hozir saylam natijasidan xafa bo'lib yurgan bo'lardim. Xudoga shukr, keys yangdi. U Amerika Qo'shma Shtatlarining yaxshi prezidenti bo'la oladi. Ha, dedi ustalning keynida o'tirgan odam. Biz taleylik ekanmiz. Agar Deutscher utib olgan bo'lsa, biz eng yomon diktatorning qo'liga qolgan bo'lardik. Sen bilan menga militaris, dajjal insoniyatga qarshi, bilim egillarga qarshi, ya'ni hammaga qarshi bir odam hukmron bo'lgan bo'ladi. Kishilar bizga telefon qilishdi. Bilasan-ku, chaqchaqdak. Lekin chaqchaq emas. Agar Deutscher prezident bo'lib qolsa, o'zlarining
1992 yılға qaytib yaşashni xohlaydiganliklarini bizga aytishdi. Albatta, bizning sodimiz bunda qechib ketish turini elib barmaydi. Faqatla safari turini elib mağamiz. İş qilib, Case hozir prezident. Sen ansirashga tegishlik ish faqat dinozavrimni etish. Ikkiz uning so'zining oxirini tushiribdi. Bir tiranosor, Rex, vahshiy hukmron kaslanchuk. Tarixdagi eng ajoyib maxluqot. Bu to'xtamga qo'l qo'yib atgan. Biror ish yuz berib qolsa, biz mas'ul emas. Dinozavrlar echirqab turdi. Meni qo'rqitay demsan, dedi achchiqdan qizirib ketgan ikkiz. To'g'risini aytsam, ha. Biz tunji etishda qo'rqib ketadigan har qanday birining berishini xohlamaymiz. O'tgan yili 6 nafar safari boshlamchisi hamda 10 necha ovchi o'lib ketdi. Biz sana har qanday bir haqiqiy ovchi erishishni xohlaydigan eng yuqori chekdagi qo'rqinishni boshdan kechirish fursatini ato qilishni xohlaymiz. Seni 60 million yil burungi vaqtga safar qildirib, tarixdagi eng buyuk ov fursati bilan ta'min etamiz. Sening shaxsiy pul cheking hozirmi bu yerda? Uni yirtib atgan. Ikkiz apandi chakka qardi. Uning barmoqlari qo'lashqandek bo'ldi. Sana omad tilayman, dedi ustalning orqasida o'tirgan odam. Travis apandi, u endi sening ilkingda bo'ldi. Ular jimjit holda uy ichini kesib o'tib, miltiqlarini elib, mashinaga, kumush ranglik metalga hamda ho'kiravatgan yo'riqlikqa qarab mangdi. Dastlab bir kunduz, uningdan keyin bir kecha, uningdan keyin bir kunduz va kecha, uningdan keyin kunduz kecha, bir hafta, bir oy, bir yil, 10 yil, miladi 2055, miladi 2019, 1099, 1957. Ketdi. Mashina ho'kirdi. Ular oksigen qalpig'ini beshiga kiyib, so'zlashish apparatini sinadi. Ikkiz o'rindiqida silkinadi. Yuzlari aqirib ketgan bo'lib, chaq so'ngaklari qetib ketgandek bo'lib ketgan edi. U bilaklarining titrayotganligini his qildi. Nazarni tövanga ag'dirganida o'zining qo'llarining yangi miltiqni chingida tutib olganligini ko'rdi. Mashinada uningdan boshqa yana 4 odam bor edi. Travis, ya'ni safari yetakchisi, uning yordamchisi Lespernis va o'zidan boshqa 2 ovchi, Belingiz va Kramer. Ular bir-biriga qarab o'tirishadi. Yillar o'tdek tavlanib, uning atrofida uchib yuradi. Bu miltiqlar dinozavrning tenini muzlata olamdi. Ikkiz o'zining eg'izining shundoq davatqanligini his qildi. Agar ularni kelishtirib atalsanglar, dedi Travis qalpig'idagi radio orqali. Ba'zi dinozavrlarning 2 mingsi bor. Biri beshida, yana biri umurtqa to'rigida. Biz ulardan yiroq turishimiz kerak. Shunda qilsang, omadingni uzartgan bo'lasan. Dastlabki 2 pay o'qni ko'zga at. Agar qo'lingdan kelsa, ularni qaroq qilib at. Andin mengisiga qartib o'q chiqar. Mashina ho'kirdi. Vaqt keyinga qaytarilgan bir film bo'lib qoldi. Quyoshlar qochdi.
10 million aylar ularning keynidan qochdi. O'ylab beqinglar, dedi ikiliz. Burun yashab o'tgan har bir ovchi bizga bugun hasad qiladigan bo'ldi. Buning bilan Afrika bizga xuddi Illinoisdek ko'rinadigan bo'ldi. Mashina astildi. Chaqiriq ovozi g'o'dingshigan ovozga o'zgardi. Mashina to'xtadi. Quyosh osmonda to'xtadi. Mashinani o'rib olgan tumanlar tarqalib ketdi. Hamda bu 3 ovchi va 2 safari yetakchisi tizlarining ustiga ko'k ranglik miltig'ini qo'ygan holatda burunqi bir vaqtga, haqiqatanmi bakmi burunqi bir vaqtga qaytib qolgan edi. Aysa payg'ambar tex tug'ilmadi, dedi Travis. Musa payg'ambar texi taqqa qaytib Xudoga so'zlamadi. Piramida texi tuproq ichida kishilarning kesib tiklishini kutib turibdi. Esinglarda bo'lsin, Aleksandr, Qaysar, Napoleon, Hitler ularning hech qaysi texi mavjud emas. Bu odam beshini langshitdi. Travis ko'rsatdi. Bu bo'lsa, prezident Keysdan 60 million 2055 yil burunqi jangalliq. U eriqchi bo'lib olgan patqoqliq ustidan o'tgan gigant yengni yopirmoqliq daraxtlar va palma daraxtlar orasidan sho'ng'ib, yeshillik so'zilgan bir metal ko'rik yo'lni ishorat qildi. Yana avu, dedi u, vaqt safari sizlarning ishlatishinglarga yotqizib bergan yo'l bo'ladi. U yer yuzidan 6 inch egizlikda laylab turdi. Biror tal o't cho'p yapriqi, gul yoki daraxtga tegib qolmaydi. U ig'irlik kuchiga qarshi materialdan yasalgan bo'lib, uning maqsadi bo'lsa, sizlarning o'tmishdagi dunyoga har qanday bir tegish qilib qilishinglarning oldini olishdan iborat. Mushu yo'ldalar turinglar. Oningdan tushib ketmanglar. Qaytilayman. Oningdan tushmanglar. Har qanday sabab bilan. Agar tushib ketsanglar, jazoga uchraysizlar. Hamda biz tasdiqlamagan har qanday hayvonni etishga bo'lmaydi. Nemishqa deb so'rdi ikiliz. Ular qadimiy yovay tuproqda o'ltirishdi. Shamol yiroqlardan qushlarning unini, tarning purqini, qadimiy tuzliq dengizning puraqlarini, nam o't cho'p hidi va qanday qizil gullarning hidini elib keladi. Kelgusini o'zgartgimiz yo'q. Biz o'tmishdagi bu yerga tava emas. Hukumat bizning bu yerda bo'lishimizni xohlamaydi. Biz savdomizni davomlashtirishimiz uchun ularga pul so'ngitmasak bo'lmaydi. Vaqt mashinasi savdosi intayin alayda savdo. Bayqamayla mo'yin bir hayvonni, kichik bir qushni, biror tal suvarak, biror tal gulni o'ltirib qo'yib, jonliqlarning mo'yin bir uvulinishini buzib etib qilishimiz mumkin. Ancha aniq bo'lmadi, dedi ikiliz. Bo'ladi, deb so'zini davom qildi Travis. Biz bu yerda tasodifiy bir tal chashqanni o'ltirib etib qoldik deyli. Undaqda bu chashqanning barliq kelgusi oilalari buzg'unchilikqa uchraydi. To'g'rimi? To'g'ri. Shundaqla shu bir tal chashqanning oilasidan paydo bo'ladigan oilalarmi shundoq bo'ladi. Putingda bir dassigining bilanla birinchisini qatliyam qilsan, andin 10 netchini, andin 1000ni, 1 millionni, 1 billionni. Shu ehtimollik ichida barliq chashqanlarni qatliyam qilsin. Shundaq qilib ular o'ladi, dedi ikiliz. Andin nima bo'ladi?
nima bo'ladi? Tvaris demiqini asta qeqib qo'ydi. Obdan, ashu chashqanlarni yeb, jon baqalaydigan tulkilarchi. 10 chashqan bo'lmasa, bir tulki o'ladi. 10 tulki bo'lmasa, bir shir o'ladi. Ashu bir tal shir uchun nurg'unlagan hasharatlar, top yeydigan qushlar sonining cheki yo'q. Milyonlagan hayotlik turlari qalaymaqanchilik va buzg'unchilik ichiga tushib ketadi. Oxiri qaynagan qozonga o'xshash bo'lib qoladi. 59 million yildan keyin bir o'nkir odami, ya'ni dunyoning 10 necha yerda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan shu odam. Yavu cho'shqa yoki agma qilich tishliq yo'lbosni ovlig'ili chiqadi. Biroq sen, do'stim, sen bu rayondagi hamma yo'lboslarni dasivatding. Bir tal chashqanni dasivatding. Shuning bilan o'nkir odami ichirqab ketdi. Dal ashu o'nkir odami. Shuningga diqqat qilginki, hargizmi qimmati yo'q. Shundaqli o'lib tugisi bo'ladigan o'nkir odami emasa? Yo'q, hargizmi emas. U bo'lsa, kelgusidagi bir butun millat. Uning pushtidan 10 o'g'il tamatdi. Shundaq qilib, sen bir butun eriqni, bir butun xalqni, bir butun hayotlikning tarixini vayron qilding. Buni Odam alayhissalomning navrlarining bir qismini qatl qilish deb tushunishga bo'ladi. Sening yiltizingning ko'tigi bir chashqan bilan bir qitimliq yer tavrashni boshlashi mumkin. Bu yer tavrashning ta'siri yer sharimizni tavritishi va vaqt iqimiga agishib qismatlarni yoritishi. Ularning asosiga ta'sir qilishi mumkin. Ashu bir o'nkir odamining o'limi bilan 1 million tug'ilmagan odamlar onasining qo'rsiqidala tunjiqidi. Balkim Rim hargizmi o'zining 7 teg'ining ustida qad ko'tarmas. Balkim Yevropa mangu qorong'u o'rmonlik holatda turishi. Faqat Osiyo quruqliqila sog'lom hamda ittifoq bo'lishi mumkin. Bir chashqanға dastlab selish bilan sen piramidalarni ezivatding degan gap. Bir chashqanға dastlab bilan sen o'zingning Grand Canyonchilik cho'nqurliqdagi izingni tuproqqa besib, mangulik bir iz qoldirib qo'yding degan gap. Xonish Elizabet mangu tug'ilmay qolar. Washington Dalvarini mangu kesib o'tmas. Balki hargizmi Amerika Qo'shma Shtatlari mavjud bo'lmay qolar. Shunga avaylig'in, metal yo'lda turg'in, hargizmi tushib ketib qolma. To'g'ri, ma'lum o'simliklarni sundirib qo'yish intayin kichik o'zgarish qo'shib qo'ydi. Bu yerdagi kichik bir xatolik 60 million yilda ko'payib ketadi. Hamma narsa nisbatdan chiqib ketadi, albatta. Balkim bizning nazariyamiz xato bo'lishi mumkin. Balkim vaqt hargizmi biz tarafdan o'zgartiriladigan narsa emasdi. Yoki balki u faqat intayin nozik bir holatda o'zgartirilishi mumkindir. Bu yerdagi bir o'lik chashqan hasharotlar dunyosidagi tangpungliqni buzadi. Ularning nopos nisbatini buzadi. Shuning bilan ziroatlardan mo'l hosil yig'olmaydi, ochliq yetishmaydi, ocharchilik avj oladi. Oqibatda orqada qolgan davlatlarning ijtimoiy havosida o'zgarish bo'ladi. Balki ashuningga o'xshash texmi nozikroq ishlar yuz berishi mumkin. Balkim bir yengil tingan tiniq, bir pichirlash, bir tal choch, havodagi bir tal gul chingi, ashundoq kichikkina arzimas o'zgarishlarni
Sen diqqat qilib qaramasang, ko'rolmaydigan o'zgarishlar demakchi. Kim biladi, kimmo nima bo'ladiganligini bilaman deyalaydi. Biz bilmaymiz. Biz paraz qilamiz. Taki vaqtni qalaymaqan qilib yurishimiz tarixdagi intayin cho'ng güldürmama yoki kichikkina bir shivirlash bo'lib qoladiganligini bilmaguncha. Biz cho'qim intayin avaylashimiz lozim. Safarning oldidala bilgininglardek bu mashina, bu yo'l sening kiyiming va badaning mikrobsizlantirilgan. Bizning bu oksigenlik baş kiyimini kiyilishimizdagi maqsad bu qadimiy havoga mikroblarimizni uchrashtirib qo'ymasligimiz uchun. Qaysi hayvonni atadiganligimizni qandoq bilamiz? Ularga qizil bo'yoq bilan belgi qo'yilgan bo'ladi, dedi Travis. Bugun safarimiz boshlanishdan burun biz Lespernisni mashina bilan bu yerga avatdik. U bu eraga kelib, ma'lum hayvonlarning izini qo'g'ladi. To'g'ri, dedi Lespernis. Men ularning butun hayotlik jarayonining izini qo'g'ladim. Qaysining eng uzun yashalaydiganligiga diqqat qildim. Bakli oz. Qancha qatim juplashidi doim emas. Hayotlik bakmi qisqa. Men daraxt besib olib o'ladigan yoki tor o'rkiga tushib ketib o'ladiganlarni bayqaganda dal ashu soatni, minutni, sekundni xotirlab qo'ydim. Men bo'yoq bombasi otdim. Bu bo'yoq ularning badanida qizil ranglik belgi qoldirdi. Bu rangni ko'zing hargizmi qochirib qo'ymaydi. Andın men o'tmishga qaytish vaqtimni uningga udullab qo'yimanda, shuning bilan biz bu maxluqotni uning beshiga baribir keladigan ashu o'lim vaqtidan 2 minut burunla uchirtdimiz. Shundaq bo'lganda biz faqat kelgusi mavjud bo'lmagan, avlod qoldirish mumkinchiligi oxirlashgan hayvonlarni o'ltiramiz. Qanchalik avaylayotganligimizni ko'rdingmi? Biroq agar sen bugun atdigan bu vaqtga qaytib kelgan bo'lsang, dedi Ekilis qizishib turib. Undaq desan, biz bilan uchrashib qolasan. Ya'ni bizning safari bilan. O olishimiz qandoq bo'ldi? G'albilik bo'ldimi? Hammamiz tirik qoldikmi? O bir qarma-qarshilik, dedi yana biri. Vaqt u xil qalaymaqanchilik chiqargan odamning o'zini ko'rishga yo'l qo'ymaydi. Mushundaq ahvollarning tahdidiga uchraganda vaqt qirg'i chiqib turib oladi. Xuddi aeroplan uchish yo'lida to'rik shakllik havo iqimining daxlisiga uchirgandikiga o'xshash. Biz to'xtashdan burun mashinaning sakrab ketganligini tuygansan. Bu vaqt dal o'zimizning kelgusiga qaytgan safardan o'tishgan vaqtimiz. Biz hech nimani ko'rmadik. Shunglashqa bu qitimliq safarimizning muvaffaqiyatli bo'ladigan, bo'lmaydiganligiga, maxluqlarimizni atalaydigan yoki atalmaydiganligimizga, yoki hammamiz senimi demakchi, Ekilis apandi. Tirik qaytalaydiganligimizga hozir bir narsa deyolmaymiz. Ekilis so'z kulib qo'ydi. Bo'ldi qil, dedi Travis ittiqla. Ko'pchilik o'rninglardan turinglar. Ular mashinadan ayrilishga tayyor bo'ldi. Dangliq egiz hamda nihoyatda keng bo'lib, xuddi butun dunyo cheksiz so'zilgan Dangliqdekla tuyuladi. Muzika anglanayotgandek qiladi. Uchar chidirlarning ovoziga o'xshaydigan ovozlar osmonni bir olgan edi.
g'oyat zo'r qanotlarini kerib uchib kelayotgan uchar o'milgichilarning ovozi, talvalashgan gigant shaparanglarning ovozi anglayotgandek qiladi. Ikkiz tar metal yo'lda tangpung turib oldi hamda miltiqini o'ynashib qaraga oldi. Bu qiliqingni to'xtat, dedi Travis. Hargizmi o'ynashib qaraga olma. Obdan anglab ol. Agar miltig'ingdan o'q chiqib ketadigan bo'lsa, bizning transor nada? Dedi ikkiz qizirib turib. Lespernis qo'l saytiga qaradi. Yuqoriga qara. Biz uning yo'lini 60 sekund ichida 2 ga kesimiz. Qizil ranglik bo'yoq belgisiga qara. Biz buyruq bermagicha o'q chiqarma. Yo'lda turinglar. Ular sahar shamolida oldiga qarab mangdi. G'ayri ish, deb g'odongshidi ikkiz. Oldimizda 60 million yil bor. Biroq saylam kuni oxirlashib bo'ldi. Keys prezident bo'ldi. Hamma odam tabriklayotdi. Bu yerda bo'lsa millionlarcha yil yo'qab ketdi. Hamda mavjud emas. Biz oylarcha, umrimizcha ansirgan ishlar tex tug'ilmadi va yoki hech kimning xiyolida yo'q. Bexatarlik teriga tushirilsin. Hammanglar diqqat. Deb buyruq tushirdi Travis. Sen tunji bo'lib atsan, ikkiz. Ikkinchi bo'lib bilingiz atadi. Uchinchi bo'lib Kramer atadi. Men yo'lvas, yavachoshqa, qo'taz, pillan o'ylab baqqan. Biroq bu qitimqisi eng yomon ekan, dedi ikkiz. Men kichik boladek titrayapman. Dedi Travis. Hammanglar to'xtab qoldi. Travis qo'lini ko'tardi. Yuqorida pichirladi. Tuman ichida ana u. Shoh oliylar keldi. Mana hozir. Jangalliq keng ketgan bo'lib, churuqlagan ovozlar, sharaq-shuruqlar, g'udung shishlar hamda ulug' kichik tinishlar anglanadi. Oxiri hamma ovozlar to'xtab qoldi. Xuddi birov eshigini taqib atgandakla jimjitlik. Güldürmama Awazi. Tuman ichidan 100 yard yiroqlikda Tyrannosaurus chiqib keldi. U pichirladi ikkiz. U maylishangu chidamchan qovul zo'r putlari bilan mengib keldi. U daraxtning yerimidan 30 fut egizlikda munardak turadi. Go'yo g'oyat zo'r razil ilohdek tirnoqli qo'llarini kaslanchukninkidek hamda maylishangu kelgan ko'krikining oldida qo'shtirib turadi. Har bir pochiqi go'yo g'oyat zo'r silindrga o'xshaydi. Ming patman egizlikdagi so'ngak qilin to'p muskullarning ichiga cho'kkan bo'lib, budur terisining teshidan belinib turadi. Bu holat xuddi yovuz chavandozning urushga chillagan maktubidek ta'sir beradi. Har bir yo'tsida tonnalab go'sh va so'ngaklar po'lat simda to'qilib chiqqandek ko'rinadi. Badanining yuqori tarafidagi ko'krak qapiziga chaplashgan ashu qamlashgan belaklari oldi tarafga sangilab turadi. Bu belaklarga narsalarni uchumlab elib, o'yinchiqqa o'xshash kuzatishga moslashgan qo'llar saplangan edi. Yilonninkidek bo'yinlar bo'lsa to'lg'ishib turadi. Beshi bo'lsa bir tonna tarashlangan toshga o'xshaydi. Havoga osonlik ko'tariladi. Qalchiyib
içilib turgan ig'zidan xanjarga o'xshaydigan qasha tishlari ko'rinib turadi. Türlüşüp turgan ko'zlari tugi qushining tuxumiga o'xshaydi. Bu ko'zlar faqatla ochliqdan boshqa har qanday bir ifodadan xoli edi. O ig'zini o'likning kulkisiga o'xshash bir holatda yumib oldi. O yugurib ketdi. Uning dastuniki atrofdagi daraxt va chapqonlarni sundirib mangdi. Tırnaqlıq putları dəstəgəlli yerida nam tuproqqa 6 inch cho'nqurliqdagi iz qoldirib qo'ydi. U baliqchilardek uchma qadam oladi. Bu uning 10 tonna badaniga nisbatan tasvirliksiz darajada tangpong hamda uchuchan qadam edi. U quyosh nuri yo'ritib turgan bir yerga kelib to'xtadi. Uning o'miligichilarga xos chiroyli qo'llari orasidan havo eqimi o'tishib turadi. Davomi bor.